Kaliforniya shtatının sayılmağı qatnaşqanlarni qarshi olamiz. Gap fikirsanlar sizlarga yetishib olmasligiga kafolat beraman. Ko'pchilik, uduqmanglar, o'ldirib olinglar. Qimirlashma! Qur'on tashla! Qo'shinglar! Morik, biz o't kuchi bilan saqchilarni chekindirdik. Yana 10-15 minut vaqt kerak. Yana ozroq vaqt kerak ekan. Chataq yo'q. Ularga yordamchi ekanmindi. Chiqib turinglar. Nima uchun bu odamlarni qo'g'dishimiz zarur bo'lib qolganligini bilgim bor. Xarois ularning partiyasining muavin raisi, katta arboblarning umidi. Nima desak bular? Uning obrazini saqlash kerak ekan. Demayli qo'y. Men osh ablahlarning mushunda qilishini burunli bilgan. Benormal ekan. Xaroisning ishga ajallik ojizligi bor. Biri shahvatparaz, yana biri haroqkash. Biz haydak aytishlar saylam yig'inlari qanday bo'ladi bilamsizlar? Kentokining bir qism nozinlari egiz boshliq tofli kiyilib, nomzodlarning bosh suyurib tushirilgan bayroqni planlab mangdi ekan. Ajoyib. O'sha bayroqlar xatarlik. Chaqchaq qilib qo'ydim. Xotirjam bo'lolmayotgan emas. Oh, to'xtanglar. Men bir yaqin yo'lni bilaman. Fontan bayanini aylaymiz. Oh, Parvardigor. Hollywoodning urush filmlarida qiladi. Nega? Bu yerdan tez ketaylik. Ular yordam qilsa o'lib ketdik. Hammani qilgan siz bu yer. Har kim xohlagan ishlasin. Bayroqdimi xatarlik? Maylamsa. Kendi bak kapatın. Morik! Zot nima shok ketdi? Bildim. Nereden bir necha oyat paydo bo'lib qoldi. Tez chekinaylik. Bo'lmaydi. Chekinadigan bo'lsang, jeningni olaman. Yana 5 minut chidanglar. Avval chekinaylik. Chekininglar. Bu bek kichikka. Aytinglar. Chekinaylik. Nima deganing bu? O'zim bir amal qilgan. Sekin. Ma bo'g'dak.
Wilson. İşini açın. Muamildarlar havayı basın. 5 minutli vaqt qolgan edi. Vaqt yo'q. Aldırma. İşte tüyümedi. Bu yoqqa menglar. Parvardigor. Nimdiga qo'rqinishdiq. Bizar qildi o odamni. Qandaq? Chiqinglar, buxardan chiqqansizlar. Dadam shundoq vazifa ijro qilayotganda qazo qilgan. Kechiring, bilmaydi ekanman. Qaysi bankada? Mushu. Güzel hem Batur Will Ironis goya osmondan tushgandekla paydo bo'lib, Los Angeles amallik şirketidagi chivar ham qovullardan tashkil topgan munavvarlar guruhisini boshlab, eng xatarlik amallik saqlash vazifalarini kayni-kaynidan g'alabalik tamomlamoqda. Hanımlar, efendiler, işini hayacanlı saladığın peyt yetip geldi. Bizden namzatlarımızdan tayarlığı bitti. Ma'qul Dasha. Men uningga sizning xaroyis bilan restoran ekanligingizni deb qo'yay. Filmga olganda sizlar naq maydondamidinglar? Filmga olganda men Teresa qizlar o'ttir maktabini yengilib bitirgan edim. Bu 10 yilning oldidagi yangi xabar sinog'i etsi. Dadangiz ash kuni vafot bo'lganmi? Kechiring. Baxtsizlik bo'ldi. Bir pay o'q. Uning dumbasiga tegibdi ekan. Saqchi Nikolas Franka boy yuz bergan vaqada baxtga qarshi qazo qildi. Saqchilar uning oxirgi so'zini Ünalqiga elib olgan. Bankadan chiqib ketinglar. Ana otamsizlar, bankadan chiqib ketinglar. Ular yarasida. Frankaning ayolim vafot bo'lgan. Bir qizili qoldi. U Franka jamoatidagi Bu ovozni to'man qidimlab anglagandim. Uning yer osti degani nima deganidu? Oxirda uni Evres yo'ldan tepibdi. Saqchilar uni xizmat o'rnidan ayrilib xatardan panolanmoqchi debdi. Qarsiq jo'ylaganlik. O hech nimani qo'rqmaydi. Mashinadagi o'q parchalaridan qaraganda qarniyatlar magniylik o'q ham devirqa yaltilgan o'q ishlatgan. Mening dadam devirqa yaltilgan o'qda o'lgan. Nega? Ko'nglingizni tushunaman. Biroq bundaq o'q umumlashgan. Saqchi o'rinlarining ma'lumotiga qaraganda, mushu 10 yilda jami 138 qitimliq deloda mushundaq devirqa yaltilgan o'q ishlatilgan. Ems magniylik o'qchi. Azroq ekan. 25 qitim. Bo'ldi nega? Azoblanyapman. Ularning bog'lanishi yo'q. Eng oxirgi bir savol. Undaqda magniylik o'q bilan devirqa yaltilgan o'qning ikkilisini ishlatgan delolar qancha? Faqat bir qitim. Beverly davlatlik bankin bo'lish delosi. Dadangiz o'lgan kuni. Bog'lanish degan shu. Bugungi odamlar dadamni o'ldirgan ablaqlarning o'zi shu. Man qaranglar. Asli biz saqchilardan ustin kelgan.
to'satili 3 odam paydo bo'lib qoldi. Hey, biz nurg'un pul bo'lib oldik. Natijamiz yo'q emas. Rost deysan. Nurg'un pul bo'ladik. Biz nurg'un pul bo'ladik. Sen pulga amroq shundaqmi? To'g'ri, albatta. Pul oxirgi maqsadimiz emas. Bizga keragi pul emas. Ammo sen pulni o'ylaydi ekansan. Xato anglamagandim men. Yo'q. Amroq bo'lsang hammani beray. Bu kalva. Senin qo'lingdan cho'ng ish kelmaydi. Bu kalva. Ularni aniqlab chiqdingizmi? Shundaq, mashhur qovlig'ichilar shirkatiga. To'xtang. Keyni qaytiring. To'xtang. Keyniga qaytiring. Vaqtga qarayli. U 10 yil ilgari kelib saqchining qizi ekan. Siz etib o'ldirgan heyliqmi? U uyaga nima ish qilib qolgandi? U to'satilib berib qolganmidi? Bizga ayishib yurvasi kerak. Ularga bir necha odamni payloqchilik qo'yinglar. Qaytadan plan tuzaylik. Men ishimni bajarib kelay. Qaroyiz, saylan faoliyatlarini so'zlab bering. Rahmat. O mas'uliyati cho'ng ish. Saylangan odamlar keyingi qatimda Amerikaning prezidenti bo'lib qolishi mumkin. Tunji navbatda eng ko'p ovozga erishgan odam saylanadi. Oh, yo'q. Ko'pincha odamlar diqqat qilmaydi. Shunga biz xizmat ishlaymiz. Oh. Saylan tugigicha o'zingizdan tutilib yursangiz bo'ladi. Yomon atoq qamang yana. To'la chepilga qilmanglar. Hay. Kovik, sizga navbat kelganda qilib. Ma'qul. Ish qilib birimiz berishimiz kerak. Tanishganimga xushalman. Bu do'stim Kovik apandi. Nega bir ish bo'lmasin ilohim? Uningga hech ish bo'lmaydi. Balkim dadamning o'limini men unutmadim. Vel, dadangiz o'lmabdi-ku. Men hozirlik o'qdim. Qiziq ish. Nima? Bankada muomildorlardan 8 bor edi. Qaytib chiqqanda 10 bo'lib qoldi-ku. Qaranglar o bir nimaga. Odatdagi odamlar qo'rqib kelsa boshqacha bo'lib qoladi. Buni demadim Dasha. Avuningda xayri puroq bor ekan. Xuddi bir nima ko'ygandek puroq. Rezingiringmi? Balkim. Yo'q, bo'lmaymiz. To'g'rimi shu? O'q o'tmaschilikka. Bularchilar kiyib oldigandekmi? Ular sheriklarmikina odamning o'shlikagidek ablaqlagan. Aras, uning barmoq izi qolgandi balkim. Agar og'il bo'lsa, uni tekshirgil bo'ladi. Nima og'il bo'lsa? Men tekshirish idorasining barmoq izi ambirini yo'tkilib chiqqan. Bo'ldi, Vel. Midirmay turing. Jim turing. Ma'qul. Diqqatingizni yig'ing. Yig'dim. O'ylanib boqay. Yangi pasodagi yasliq oyoq. Bo'ldi. Midirma. Oh, ko'rindi. Ip bo'ldim. Bo'ldi, Vel, ip bo'ldi. Vel. Kristal o'q ichilgan glas tug'ma yangi pasonda. Oh, topdim. Kolmorik, Federatsiya tekshirish idorasi bilan xalqaro jinoiy ishlar soqchi tashkiloti uni tutish buyrug'i chiqargan ekan.
Hökumət sizlərdən banka bulğucu emasmikan? Yalğan tərcümə aldı, bundaq adamlar osal Xuddi keldi. siz özünüzni kəsbi qoğduqçı Biroz qilgandakmı? Buningda uni 90 yillarda to'satni g'oyib bo'lgan deb yozibdi. Nima qilib ketgan bo'g'iydi? Muhimi u nima qilib kelgandi? Darhol Negiga xabar qilinglar. Bizda hozir ikki delov bor. Biri ma'lum siyosiy arbobni qo'g'dash. Yana biri menat sizmi bilgansiz? Siz osmonda hammani ko'ra olasiz. Shunlashqi biz Morikning iziga tushmoqchi. Biror taklifingiz bormi? Dada. Men sizni pek sevgandim. Meni qo'llang. Afsus dadınızı ko'ramadim. Nega? Men qo'qlay. Bu haramzada! Dadamni sen öldürdün! Shundoq, men o'ldirgan. Saran o'lsam. Ey! Mumkin emas. Ey! Nega? Qanday qaraq? Jon. Ko'ramayapti men. Hammamiz yuqori ovoz bilan bizning nomzodimizni olqishlaylik. Bizning nomzodimiz olg'a ilgirlasin. Nega 2 soat ilgari doktorxonadan ketibdi ekan. Texcha xabari yo'q ekan. Nega baq qaysar, bunchalik ish qilib pisand qilmaydi. To'g'ri dedingiz. Parvardigorim. Nega? Yaxshi turdingizmi? Men guzbarda zaxmlanibdi, saqayib ketadi. Doktor uni ko'proq aramasin dedi. Shunda qilmay bo'lamdi. Men qarang qo'y, ko'zim ko'migini bilan sizni mush uydan sirtqa tashlab berayman. Bo'ldi, bo'ldi. Xafa bo'lishmanglar, unutib qolmanglar. Biz mashhur qo'g'diqchilar. Bu nimani tushundirdi? O'tkir kuzatish iqtidorimiz bor degan gap. Kay to'g'ri deydi. Sirtqa chiqsangiz haqiqatan xatarlik. Karim yo'q. Uni tutib dadamdan qisasini olaman. Bu hukumatsiz apandiga kelsak, men qaranglar, uning barmoq izi David Rashdagi odamniki bilan o'xshash ekan. U o't qo'yish jinoyati bilan ayblanib, Wyoming shtatlik turmada 8 yil yetib, yaqinda chiqibdi. Ular uning Morik ishkanligini bilimiz kerak. Gapingiz o'rinliq. Masala shuki, biz uni qanday topamiz? Bu oson. Bizning sirtda odamlarimiz bor. Dashaga deyish kerakmi? Hojat yo'q. Meningcha u Xarois bilan aldirash. Yaxshimisiz güzelim. Bu neyle? Sizga keldim. Ayting, nima uchun cho'qim dengiz bo'yida bo'lish kerak? Muavir rais chapakash keladi. Men keng ko'lamda ovoz berishim kerak. Amerikaning go'zallarini parvardigor o'z panayida saqlag'ay. Mandaqla so'rg'inam. Dengiz bo'yiga kelgandan keyin suzish kiyimingizni kiyishingiz kerak-da. Ha? Siz yanala saylovchilaringizdan qo'ydi bo'ling. Bizdan shig'inimiz bor edi. Oo, to'xta. Ayol saylovchilarga mos kerak. Oo. Shundaqmi? Men mashinada kiyim yetkib olay.
kirib ketgan bir necha yilda sirtda o'zgarish bo'ldi. Xaroyis prezident saylimi qatnashadigan yuqori qatlam kengash palata a'zosi bo'lib qoldi. Xaroyis bizga kerak odam. Morik hozir katta arbob, biz o'zimizga chatoq deb olmaydi. Yo'q, men qo'g'dug'ichilarga ularning xaridori tushak kishilik odam ekanligini bildirib qo'ymoqchi. U chaqda qo'g'dug'ichilarning hammasi neri ketdi. Yo'q, hammasi emas. Men uni o'zim bir taraf qilishim kerak. Johnson, Hey, yaxshimisan? Kovek. Oxiri birni tanlamoqchi bo'lsan-da? Esil mol Jumo. Yengkagan to'van ovozli kichik sayman. Ovozi bek yaqinliq. Birni alamsan qandaq, ha? Yo'q, men birsini izlayapman. U yaqinda turmadan chiqqan. Odam izlab yuriydi ekansan. Darajadan tashqari nochi modellarni izlab boqmaysan, ha? Yana azroq yipuchi chiqargan, ha? O yaqinda Wyoming shtatlik turmadan chiqqan Turganki Beverly bankisini bulash deylosining bosh planlovchisi. Ras. Ba'zilarning yaqinda katta tijorat qildik deb bo'atganini angladim. Yana-chu. Yana? Esimda shuli qapti. O ketgili 1 soat bo'ldi. Bu yerdan bir muncha yangratqu setib oldi. Hammasi cho'ng yangratqular. Ichiga bir odam patadi, bilamsan? Setpadingmi? Albatta. Uningga g'arbiy qirg'oqdagi mol isklatidan mol berdim. Yangratqo bo'ladi ekan-ku, ha? Sizlar kishilarni gaz qilib o'tmoqchimi? Tez! Tez oyda! Nega? Morik oq yuk mashinasi bilan siz tarafga ketdi. Rahmat, hozirli borman. Bel, tez haydang. Tez haydayapman. Nega? Ushqat qushdek ketyapman. 46 chaqirimlik yo'l ekan. Tez haydash qiyin. Yo'lga qaramasak bo'lmaydi, paqas bo'lish kerak. Yo'lga tiyilib chiqib qoladi. Men qarayapsiz. Shundaq nega? Ems yo'lga kim qaraydi? Har qanday ishni boshqalar to'yanmi o'liq? Yük mashinasini ko'rdingizmi? Shundaq, yelib ketdi. Uni to'sib elim. Nega? Muarrikqa nekman topshiring. Hey, Morik, ne varsan? O hiç gapmisan? Teslim oldum. Bugün senin nesbi sıktı. Qarab baqay, kimdi bu? Bechora ama qizgan-ku. Qaltisish bo'ldi-da. Bu mening qo'limdagi ikkinchi franki jumu. Nega dedisiz? Morik elim üşədiydi. Birinin bo'lmagansiz. Prezident saylam yig'inida qatnashganingizdan qarshi olamiz. Bu yerda siz Amerikaning kelgusini ko'ra olasiz. Beshim og'riyotdi. Yaxshimisiz Xaroyis? Akşam acayip pez inşallah keçib oldu. Sizlerle daşa dep biz. Acayiplik gel.
Sizga digim yo'qdi. U Dasha emas. Kovik. Siz bu yerdimi? Siz bu yerdimi bizden baş personaj? Emse akşam siz bilan birga bo'ldimmi? Shundaq, siz eliqqa uzun tura ayol bilan söylüşüp xo'shlashgandan keyin. Emse siz bilan Meni urmoqchimisiz? Undaqda ahvol aniq bo'ldi. Bugungi ish tartibini deb beqim. Ma'qul. Ma'va yarim galon ichib bo'lib, shaharlik yig'in zaliga nutq so'zlashga bormoqchi. Bu hozirlik keldi. Rahmat. Men tunugun akşam sizni ko'rgan. Siz nihoyat qaltis ekansiz. Chaq-chaq qilib qo'ydi. Texi hilal o'qdi. Mablag' obortida azroq masala chiqibdi. Ha, bo'ldi. Men tazliq uyga kirib chiqib, ondan yig'inga boraman. Bella bormisanlar bo'lar yigitlar, ha? Yigitlar. Siyaset var. Sen meni tanımagan bilan men senlarni besh qo'ldek bilaman. Dadam mening ko'nglimdagi birdan bir odamim edi. U menga nurg'un ishlarni o'rgatgan. Kishilik hayotni, mashina haydashni, qurol ishlatishni. Men ahlimni bilgandila buning xontaji F92 tipli tapancha ekanligini, 9 millimetrlik o'q yeydiganligini bilatdim. O seninkidin kuchlik. O'q etilsa qandaq bo'ldiganligini his qila olamsan. O oldidagi har qanday to'salg'ini yo'q qilib yetalaydi. Yelimi ko'zim ko'mas bo'lib qapti. O'liming cho'qim fojialik bo'ladi. Eyda, Morik nima qilmoqchi? Sening huquqing yo'q, sen soqchi emas. Prinsip jihat shundaq. Nega zo'ravonlikqa mayil bo'lg'ashqa saqchi idorasi uni qabul qilmagan? Bo'ldilar. Ko'mayli qo'yaylik. Yuring Akay. To'xtanglar. Meni uningga tashlab qo'ymanglar. O'tgan qatimqidek paskin qilib o'tmang, ha? Aldirmay ko'nglach. Jon bilan Kovik Xaroyis bilan yig'in zalda bir kecha o'ltirg'idik. Berib ko'rib kelaylik. Morik meni o'ltiraydi. Morik mening dadamni o'ltirgan. Agar tez demsan o'chini sendan olaman. Tezda. Menday. Morik yangratqani nima qiladi? Uningga yangratqish kerak emas. Uni portlatqich to'g'ri qachilash uchun oldi. Nada? Nurg'un portlatqich to'g'ri. Nada? Bilmayman. Nima? Ma'qul nega? Rahmat. Morik yangratqularga portlatqich to'g'ri qachilmoqchi ekan. Sababini teqi bilmadik. Endi o'qdim. Xaroyis qochibdi. Tazliq uydan buni tepib oldim. Venetsiya yo'lida ko'rishaylik. Pomiz Xaroyis jinidan ayriladi. Morik. Morik, ular aldinib qoldi. Endi o'q o'g'ilg'ichilar kelib ilishtirmaydi. Men Xaroyisni to'g'irlay. Mayli. Biz yangratqish ishchilaring. Ma'qul, kiraveringlar. Xaroyis bizning ko'ldirlatmagandi. Kay, Xaroyis nutq so'zlashni mashq qilaman degan, biroq kamayotdi. Uning bugungi kun tartibida yana nimalar bor ekan? Bugungi kun tartibi tushdan keyin soat 2 da nutq so'zlashni repetis qilish, andin yangratqini sanash. To'xta, yana birdan. Nutq so'zlashni mashq qilish, andin yangratqini sanash. U munbarda so'zish kerak-ku, shunga avval yangratqini sina qilish kerak-da. Yangratqu?
Çoğun yangratqıga partlatqıç doğru qaçılğılı boladı. To'g'ri gap qilishdi balkim. Shundaqmi ko'p to'g'ri gap qilish bo'lamdi. Negining degin to'g'ri. O'tganda o Negi bilan birga qabristonlikqa borganda bizni Xaroyisni qo'llaydiganligimiz. Ular yo'lbosni tog'dan tushirish planini tuzibdi-da. Ay, nega borsiz? Davomlashtiravering Kay. Men shaharlik yig'in zaliga boray. Ma'qul, biz mi boraylik? Men Morikni faqat banka bo'lg'icha deb qarabdiman. Undaq emas. Dadam o'z vaqtida bankida emas, shu atrofdagi bir ko'chada turibdi ekan. O bankidan ketinglar, ular yer ostida debdi ekan-ku. Mo'rik hukumatsiz ablah. Shaharlik yig'in zali qachon qurilgan? To'xta, qarab boqay. Bir 1962 yili. So'q munosabatlar urush jiddiy bo'layotgan payt. O'chog'i silingan qurilishlarning hammasida Yasalgan yer osti havo mudofaa laxmisi bor. Mushu yerda uni ko'gil bo'ladi. ko'rinmayman. Kechirgin Negi. Lahmida cho'qim chiqish o'rni bor. Rost debsiz Negi. Beverly davlatlik bankiga tutishadigan bir yo'l bor ekan. Albatta, shaharlik xalq yig'in zalining yer osti lahmisi chunqur bo'lg'ashqa, keyin bank silinganda ularni tutashtirib havo hujumi mudofaa xuddi uning foydasi bo'ladigandek. Kay, oldingi qitimliq Los Angeles saylam yig'ini qaysi yil ichilgan? Bilmaydi ekanman. 10 yil ilgari sizning dadangiz qazo qilgan kuni avaylang. Nima qilasiz? Mo'rikning partlatqichni ne qo'yganligini bildim. Belg'i deb qo'yishim kerak. Bu yer xatarlik. Biz yordamlashan barliq odamlarni binodan chiqarib o'taylik. Ma'qul, uqtin. Bu yerda nima qilamiz? To'xtam Negi, daraqil suolsiz. Negi! To'xtab turing. Meni birdam saqlasangiz-chi. Yo'q. Bu yerda. Ay, bu yerda. To'xtab turing. Men qarab boqay-a. Solga. Yo'q, yana bir solga. Xato deb qolgan narsa aksicha to'g'ri chiqadi ekan. Ta'tir tutibdi men emasmi? Biz hozir nerda? Yer osti uyida. Nima bo'ldi? Voy xudoyim. Nima bo'ldi? Mundaq cho'ng yangratqin ko'mabdi ekanman. 2001-yili degan kinodagiga o'xshaydi ekan. O film ishlanganda men tex tug'ilmagan. Fantaziyalik film. Bel. Kechiring. Bu qitim rasmimga iloyim. Atlas sulinib qaptimiz. Partlatqichni cho'p etaylik. Ma'qul. Bayqishimcha ahvol chataq qiladi. Solyo yilimliq partlatqich doğru bir kemik toshqidek. Ilohim bu kiyimining palqi bo'lsa, bo'lmasa uni qanday qo'zg'atquduq? Mo'rik yig'in zalini partlatmoqchi. Uni to'syamaysan. Qani ko'ramiz. Qimirlama. Nima kulasan? Oxirga qara. Bugun atgan zaratlagan edim. Tamda tushuntirish yezilmabdi. Bu nima? Men qilamig'idekman. O yo'q, rastavatiman. Men qilolmayman. Shu men qanday qilishni o'rgitaman. Eng muhimi buning meni ekanligini unutib ketdim. Aslida uni o'ylamagan. Esimga sog'iningizga rahmat. Kichik ishkini echib, ishki tal simni teping.
Bilaman, birisi qizil, yana birisi ko'k. Siz qizil simni kesib eting desangiz, men cho'qim deyalamsiz deyman. Siz yo'q deysiz, ondan men qaychini qizil simga qo'yaman. Eng oxirgi paytda men qaychini ko'k simga yetkayman. Ko'k simni kesib biz qutulamiz. Oh, Parvardigorim, men qarg'usi edim. Yo'lni boshtonla, bo'lmasa oyib qo'ymayman, juma. Hey! Unutqaqlar. Tugashdik. Kapsulni ilib təmizsəkmi, onu partlatqıç doğrudan ayırıb etsək, iş bo'lmagan bütün yığın zalını vayron bo'lishdan saqlab qola olaydik-da. Yaxshi gapkan. Kapsulning o'zimi partlatqıç, onu bizni partlatib o'ltiralaydi. Yaxshi bo'ldi. Kapsulni tok yo'l taxtasini ayirib eting. Bu yerda 3 parcha tok yo'l taxtasi bor ekan. Birini tanlang, xatochi qilib qo'ymang. Bo'lmasa tugishimiz. Voy, rag'batlantirgan gapingiz yo'qmi? Agar men tok yo'l taxtasi bo'lsam, qaysi partisi bo'ladi? Tok yo'l taxtasi? To'lqinni telish taxtasi. Gerigi to'lqinda telish musobaqasida yengilib qoldi. Ta'lim yo'q ekan uning. Yaqindan beri Bobinoma omadi qichiyotdi. Uni tanlasam bo'lmaydi. Yana Peter Mubago. Aras, ikkinchi aksi Peterning ta'libi. O'tirdikini tanlash. Axlat quduq ekan. Mush yerda mangayli. Oh, nim degan sisiq. Biz nerede? Axlat qudug'ida. Bo'pti. Biroq shu Nim bo'ldi? bu yer osti uy bo'lgandan axlatmaymiz, mushak tushdi-da. Asta. Oyog'ingizni torting. Oh, kechiring. Oh, kechiring. Oh! Buni izlayapsiz? Tez bo'lib bu yerdan ketaylik. Yerimi ko'zoynak taqyapsiz. Morik? Sizlar Frank oilasidagilar mening ishimni buzibmi yurysizlar? Verdi veray, bu eng oxirgi qitimliq bo'lib qoladi. Qiyna ola. Ma'qul. Men olay. Ansirma. Men olay. Dadan seni boksörlarsını bir besi optik et. Balışık yanlar cehennemde görüşüyorlar. Peydigan degan qalva. Dadam meni boksirlarsin baq bermay. O'sib ketgan. Bizdan negi Franka chempion bo'ldi. Men uni tashlab etaylik-chi. Bu yoqqa men. Tez. Bu yerda quduq bor ekan. Ochaylik, tez. Mena mana. Tez mangaylik. Quloqni yetib olaylik. Qo'lingizni torting. Doktorga qonunliq tekshirib o'tatdim. Gapim rost. Qasam qilib beray. Sizni nereden topdi? Dapasam masxir qilasizmi ekan? Mashina xato joyga qo'yib qo'yibdiman. Siz manga yetmaydi ekansiz.
Diqqat qilinglar, o'lgur hukumatsiz ablah keldi. Seni evraz yo'liga tashlab etmaganimga pushaymonim ba. Biroq sen texim obtaniyaga borsan, voy menga emas. Ko'rvatamsiz. Albatta. Erishtik birsi sizni qo'g'dayotgan o'xshaydi. Shundaq. Uni bilaman. People living that famous little tribe, dread like Rasta, Italians eat pasta. In the last states, going faster and faster. We feel alive 'cause you know we all free. I remember what the proud girl said to me. Give me like that. It's what she said to me. Negening yo'riqlikni qayta ko'gini uchun ko'taraylik. Ko'taraylik. Belning kichik qag'ini uchun. Oh, üzülimni tapdım yetib ketdi deb yuribdimi? Kechiringlar, kechikib qoldim. Buni kelib olsam ekapadi. Ehtimol, seki menga evatgan haqiqiy sovg'imikin? Ber. Mening nomimga ep bo'lgan shunga negining nomida yana birini evatibdi. Oh. Saqchi idorasi tekshirib, dadamga qahramon saqchi deb nom beribdi. Burunli shunday qilish kerak edi. Men birdam yolg'iz turay, yininglarga yeli kelaman. U ketdi. Bu heliq kuni hayot mamatlik paytda men aldirash tortib olgan so'rat. Ko'ringlar. Ko'ringlar. Oo! Qaranglar, bu kim ha? Bu kim? Harakatbek chiroyli chiqibdi. Niki? Qolsizqo? Fel, minani chuvgandagi Petr nazariyasi deganingiz qanday ketdi? Bu oson. Peterning havoyiga safarda Peter Alvastining jadusini qaytirdi-ku. Shunga men o'tirdi ikkisini tanladim. Qaytirgan. Shundaqmi?